Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, ko'rinishingizga gap yo'q. Xudo xolasa hozir yarim soatlardan keyin operatsiyani boshlaymiz. Bitta uxlaysiz, turganingizda hech narsa bo'lmagandek hamma kasalliklaringizdan xudo xolasa qutulasiz. Demak, operatsiya jarayon boshlanish oldidan albatta o'zini etaplari bor. Shapkalarimiz, maskalarimizni taqib olgandan keyin, demak, qo'llarimizni yuvib, sterilizatsiya qilish, chunki qo'limiz bilan ishlaymiz. Albatta buni yuvilishiga maksimal e'tibor berish kerak. Juda ko'pchilik bemorlarimiz yoki bemorlarimizni erlari, xo'jayinlari telefon qilishadi. Ya'ni operatsiyani kimlar qilasizlar? Anesteziolog kim yoki sizlarga yordam beradiganlar kim? Operatsionniy anaqada, ya'ni operatsionniy zalda kimlar ishtirok etadi deb so'rashadi. Bizani bemalol shu savollarga qo'rqmay javob berishimizga ham sabab shu hammasi ayollar jamoasi, ya'ni demak, erkaklarimiz yo'q. Anesteziologdan tortib har bitta hamshira, hatto sanitarkagacha bizada hammasi ayollar ishtirok etadi. Demak, ayollar jamoasida bemalol eta olamiz. Shuning uchun biz juda ko'p bemorlarimiz o'sha ayollar, turmush o'rtoqlari, ko'ngillari xotirjam bizga ishonib ayollarini topshirishadi. Demak, bugungi amaliyotimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi amaliyotimizda xavfsiz o'sma, ya'ni fibradenomani olish amaliyoti bilan birgalikda va sut yo'llari papillomalarini, bir nechta papillomalarni olish amaliyotini bajaryapmiz. Demak, fibradenomani ham xavfsizi bor va xavfliga o'tish moyilligi bori bor. Ya'ni u nima degani desa, fibradenomada kalsinatlari va qon aylanishi boshlangan fibradenomalar xavfsizga o'tishga moyilligi bor fibradenomalar hisoblanadi. Bu fibradenomalarni maksimal shu kutmasdan, uzoq vaqt kutmasdan olib tashlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sut yo'llari papillomasi esa внутрипротоковый saraton chaqirishi mumkin. Agar sut yo'lidan jigarning suyuqlik kelayotgan bo'lsa, qon kelayotgan bo'lsa va doimiy suyuqlik ajralib turadigan bo'lsa, demak buni albatta ultratovush tekshiruvida tekshirish kerak va buni faqat olib tashlash yo'li, ya'ni operatsiya qilish yo'li bilan bu muammodan qutulish mumkin. Chunki papillomalar so'rilmaydi, fibradenoma ham so'rilmaydi. Hozir bu bemorimizda ham papilloma bor, ham fibradenoma bor. Demak, bu yerda bizning asosiy maqsadimiz nafaqat kasallikdan bemorni xalos qilish, balki estetik jihatdan ham bemorga chandiqlarni kamligi va chiroyli ko'rinish holatini saqlab qolish. Chunki bu kasallikdan 1 soat, 1,5 soat ichida forig' bo'lishi mumkin, lekin chandiqlar bir umr ayolga psixik, emotsional ta'sir qilishi mumkin. Biz maksimalni bitta razrezdan bir necha hosilalarni maksimal qiynalsak ham operatsiya stolida to'g'ri oson emas. Bemorni kelajakda chiroyli yashash uchun, oilaviy ham turmush o'rtog'i bilan o'ziga qanaqadir ta'sir qilmasligi uchun bitta razrez va chiroyli choklar bilan biz amaliyotni bajarib beramiz. Juda ko'p ayollarimiz fibradenoma xavfsiz, olmasa ham bo'laveradi degan fikrda bor. Nima uchun doktorlar xavfsiz o'smani olib tashlashadi yoki tig' tekisi u ko'payib ketadi degan xalq tilida har xil gaplar bor. Fibradenoma bitta bo'lishi ham mumkin, bir nechta ham bo'lishi mumkin. Buni bizni insonlarimiz urg'ochi, erkak deb nom qo'yib olishgan. Fibradenomalarni agar sababini aniqlamasangiz, qanaqadir gormonal narusheniylar bo'lsa, qalqonsimon bezda yoki gipofiz bezida o'sha progesteron, estrogen, prolaktinlarni noto'g'ri ishlab chiqarilishi, ya'ni stimulyatsiyasi yaxshi bo'lmasa, demak, ayol ko'kragida har xil shu xavfsiz va xavfli o'smalarni kelib chiqishi ko'payadi. Fibradenomalarni endi olish kerakmi degan savolga albatta 1 santimetrdan oshuv bo'lgan va qon bilan ta'minlanishi boshlangan, kalsinatlari bor fibradenomalarni olishga показания hisoblanadi. Chunki va yoshi katta ayollarda ham olishga показания bor hisoblanadi. Jamoani asosiy maqsadi, demak, ayollar jamoasi barchasi va ko'krakdagi hattoki o'sha 3 santimetrdan 2 santimetrdan boshlab 3 millimetrgacha bo'lgan har qanday o'smalarni ultratovush apparati tekshiruvi bilan birgalikda operatsiyani ichida har bittasini erinmasdan terib tozalab chiqamiz. Chunki
Agar xavfsiz o'smalar, ya'ni fibroadenomalarni 1 millimetrmi, 2 millimetrmi agar ko'krikda qolib ketsa, bu yana qayta kattalashishiga va yana operatsiya qilishga sabab bo'lishi mumkin. Va bu amaliyotni biz doim shu ultratovush tekshiruvi kuchli mutaxassisi Sayyora Abduvaliyeva bilan birga bajaramiz. Bu ayolimizda bir nechta fibroadenomalar, ya'ni fibroadenomatoz holati aniqlandi. Bizni jamoamiz bilan birga ishlashimiz intraoperatsion, ya'ni operatsiya davomida juda kichkina bo'lgan fibroadenomalarni hammasini terib tashlash amaliyotini o'tkazganimiz uchun jamoamizga murojaat etganlar. Hozir shu operatsiyani amalga oshiramiz. Ultratovush nazorati ostida. Mana bugungi operatsiyamizda ham, demak, kichkina operatsiyalarimiz yarim soatdan 40 minutgacha davom etadi. Bugungi operatsiyamizda bir nechta fibroadenomalarni ultratovush nazorati ostida terdik va papillomalarni ham oldik. Lekin vaqtimiz, xudo xolasa, mana 40-45 minut davom etdi. Operatsiyamiz, xudo xolasa, mana tugash jarayonida. Agar sizda va yaqinlaringizda ko'krikdagi har xil bezlar, xavfli va xavfsiz bezlar bo'yicha yoki ko'krakdagi jarrohlik amaliyotlari bo'yicha savollar tug'ilsa, havola orqali bizga bog'laning va barcha savollaringizga javob beramiz.